Assalomu alaykum, qadrli MyTech mijozlari. Bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, siz demak 40 talik Alisa bilan ta'minlangan MyTech televizorlarini xarid qilgansiz va uning ishlashini, boshqaruvlarini yaxshilab o'rganmoqchisiz. Shunaqa yaxshi niyatda, chiroyli uyingizni bezab turadigan televizor xarid qilganingiz bilan sizni tabriklayman. Endi bu televizorimizni pultlarini, boshqaruvlarini, qanaqa funksiyalari borligini ko'rib chiqamiz. Birinchi biz xarid qilganimizdan keyin texnika xavfsizlik qoidalariga 100% amal qilgan holatda uni to'g'ri joyga joylashtirib, quyosh tushmaydigan yaxshi joyga joylashtirib, texnika xavfsizlik qoidalari bilan ulaganimizdan keyin pultni yoqish tugmasini bosib ishga tushirib olamiz. Yoqqanimizda bizni o'sha welcome page deydi, ya'ni kirganimiz bilan tabriklaydigan va qoidalar yozilgan sahifa chiqadi. Unga OK bosib yuboramiz, shartlarni qabul qildik degan ma'noda. Va bizga televizorni internetga ulash uchun so'rash yuboradi. Hozirgi kunda hamma joyda O'zbekistonimizning ko'p hududlariga ham internet yetib borgan. Wi-Fi'larimiz bor hammamiz uyimizda. Mabodo agar Wi-Fi'miz bo'lmasa, telefondan mobilniy tochka dostupi bor. Shu funksiyani yoqib, telefonimiz Wi-Fi'ga ham ulasak bo'ladi. Agar mabodo telefoningizda ham tochka yoqingiz kelmasa, Wi-Fi'ingiz ham bo'lmasa uyingizda, propustit tugmasiga OK bosishimiz mumkin. Hozir biz Wi-Fi'ga ulab yoqamiz. Wi-Fi tugmasini bosganimizda bizga hozirgi mavjud tarmoqlar chiqib keladi. Bu yerdan o'zimiz Wi-Fi'mizni tanlaymiz. Mana o'zim yoqqan Wi-Fi'im chiqdi va bu yerdan Wi-Fi'ni parolini terib olamiz. Klaviaturani pult bilan boshqarish orqali parolimizni terib oldik va Daley tugmasini bosamiz. Ma'lum vaqtdan so'ng Wi-Fi'ga muvaffaqiyatli ulanadi. Keyingi qadamga o'tishimiz mumkin. Подключено к digital deyapti, ya'ni Wi-Fi'ingizga ulandi degan yozuv chiqdi. Bu yerda televizorimizni qaysi mintaqadan ko'rayotgan bo'lsak, o'zimizning vaqt mintaqamizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. O'zbekistonda odatda Greenwichdan 5 soat plus tomonda bo'ladi. Biz +5 da turgan Yekaterinburg tanlasak ham mos kelaveradi. Televizorimiz Alisa bilan jihozlangani sababli bu yerda asosan Rossiyaga tegishli vaqt mintaqalari chiqarib berilgan. Bizga GMT +5 to'g'ri keladi. Yekaterinburg yozuviga e'tibor bermaymiz. Vaqt mintaqasi Yekaterinburg bilan O'zbekiston Toshkent vaqti bir xil yuradi. OK bosamiz. Televizorimizning plus tomonlaridan bittasi Alisa bilan jihozlangan va internet orqali o'zini o'zi обновление qilib yangilab turadi. Yangi funksiyalar kelib qo'shilib qoladi. Xuddi shunaqa hozir ulanganimizda televizor chiqarilgan vaqtdan beri o'rtada yangilanish bo'lgan. Shu yangilanishni Wi-Fi orqali yuklab olyapti. Обновлениemizni yuklab bo'lgandan keyin обновлениemizni, ya'ni yangilanishimizni o'rnatish jarayoniga ketadi va televizorimiz bir marta o'chib yonadi yangilanishdan so'ng. Yangilanish tugmasini bosganimizdan keyin boshqa hech qanaqa tugmani bosmaymiz toki mana shu ekran chiqmaguncha. Ya'ni sistema yangilandi degan yozuv bizga chiqmaguncha hech qaysi tugmani bosmasligimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu hozirgi videomizda tushuntiradigan narsalarimizni qachondir yana nimadir ishingiz tushib qoladigan bo'lsa, tushunarsizlik joyi bo'ladigan bo'lsa, televizorimiz komplektatsiyasida, korobkasida o'zi bilan mana shunaqa foydalanish yo'riqnomasi bor. Shundan foydalanib bemalol tushunmagan narsalaringizni topsangiz bo'ladi. Super tugmasiga OK bosamiz yangilanishimizdan keyin. Yangilanishdan so'ng televizorimiz bizga Yandex akkauntimizga kirishimizni so'raydi. Bu yerda instruksiya berib qo'yilgan. Ko'pchilikda menimcha Yandex akkaunti bor. Televizorga o'zimizni brauzerimizdan QR kod skaner qilish orqali Yandexga kirib olamiz. QR kod orqali kirib olganimizdan keyin o'zimiz Yandexdan tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi telefonimiz orqali va muvaffaqiyatli akkauntimizga kiriladi. Akkauntimizga kirib oldik. Начинаем knopkasini bosamiz. Biz bilan salomlashyapti Yandex. Bu qismda biz pultimiz bilan televizor bog'lanyapti, chunki Alisada ovoz bilan boshqaruv funksiyasi bor. O'sha ovoz bilan boshqarish uchun Bluetooth orqali ulanib oladi. Shu joyda bizda televizorimiz muvaffaqiyatli sozlandi. Endi bemalol bundan foydalanishimiz mumkin. Hozirgi momentda bizda Yandex Kinopoisk dasturi ochiq turibdi. Bu yerdan pultimizdagi mikrofon tugmasini bosish orqali xohlagan kinoyimizni qo'yib ko'rishimiz mumkin. Buni qulay tomoni televizorlarda hozir ayniqsa yoshi katta insonlarimiz, otaxon, onaxonlarimiz funksiyalari ko'pligidan qiynalishadi. Bunda oson tomoni ovozli boshqaruvni bosib, xohlagan kinoyimizga, xohlagan ilovamizga o'tishni tanlashimiz mumkin. Bu yerdan Yandex Kino servisidagi xohlagan kinolarimiz, seriallarimizni qo'yishimiz mumkin. O'zimizga ma'qulini multfilmlar, seriallar, kinolar hammasi bor servisda. Rus tilida, ko'p holatda o'zbek tilida ham qo'shilishni boshlagan hozir kinolarimiz. Endi esa biz faqatgina internet orqali kino ko'rishni emas, o'zimizning telekanallarimizni sozlash funksiyasini o'rganamiz. Buning uchun biz pultimizdagi TV tugmasini bir marta bosamiz. Shunda televizorimizning rejimi Alisadan
televizor rejimiga o'zgaradi. Televizor rejimiga o'tib olganimizdan keyin bizda kanallar yo'q degan yozuv chiqadi. Kanallar tabiiyki yangi televizorda yo'q bo'ladi. Uni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Sozlash uchun gamburger tugmasi bor. Bu menyu degani. Menyuga o'tamiz. Menyumizda bizda kanal degan bo'limi bor. Kanal bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli kanallarni sozlab olishimiz mumkin. Kanal menyusiga kirib, post tugmasiga bosamiz va yana menyu ochiladi. Bu menyudan avtopoiskga bosamiz. Avtopoiskning ustunlik tomoni biz o'zimiz qo'lda qaysi kanal, qaysi to'lqinlar orqali, nechanchi to'lqin orqali kirayotganini belgilashimiz shart emas. Qaysi to'lqindan kanal topilsa, albatta antenna ulangan holatda qaysi to'lqindan kanal topsa agar, shuni bizga saqlanib qilib qo'yadi. Avtopoiskda bosamiz va nachat poisk tugmasini bosamiz va bizda zagruzga ketadi. Zagruzga to'lganda hamma o'zimizga kerakli kanallar, o'zbek kanallari, ya'ni bizni hududimizdan o'tadigan qaysi kanal bo'lsa, televizorimiz topib, uni ko'rsatib beradi. Bemalol telekanallarda, futbol, serial, TV kanallarida ko'rishimiz mumkin. Shu bilan ko'rib turganingizdek, televizorimizning asosiy funksiyalari shular. Bugungi videomizda Yandex Alisa bilan ta'minlangan televizorda o'rganib chiqdik va telekanallarni sozlashni o'rganib chiqdik. Agar nimadir qo'shimcha savol, takliflar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda albatta ularga ham javob tariqasida video qilib o'tamiz.